أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Assalomu alaykum muhtaram birodarlar. Sehr qilgan kishini va sehr ko'milgan makonni aniqlashning eng ishonchli bir shar'iy usulini havola qilamiz. Ko'pincha sehr bormi yoki shunchaki yomon gumonmi, buni bilmay qoladigan hollar yuz beradi. Yoki shunchaki hasadning ta'sirimi bilmay xunob bo'lib yuramiz. Chunki hasad ham sehr kabi ta'sirga ega bo'lib, ish yo'llariga, salomatlikka yomon ta'sir ko'rsatadi. U uchun o'ziga xos muolajasi bor. Endi sehr bo'lsa, uning o'ziga xos muolajasi bor. Shuning uchun ham bugun e'tiboringizga havola qiladiganimiz mavzu juda qiziqarli va foydali bir mavzu bo'lib, sabr va diqqat bilan so'zimizga quloq tuting. Shunda juda nozik bir sirga guvoh bo'lasiz. Sirli bir ilm sohibi bo'lasiz. Kim sizga yomonlik qilib sehr qilganini yoki qilayotganini, qayerga ko'mayotganini yoki ko'mganini Allohning izniyle bilib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shu jumladan bu amal o'sha sehrga muolaja hamdir. Biz ko'pdan beri aytib kelamizki, o'tmishda olim va avliyoullohlar tomonidan kashf qilingan sirlar mavjud bo'lib, kimning nasibasi bor bo'lsa, u bu sirga yetishadi. To'g'ri, ba'zi besavod sufiylar tomonidan bid'at sayya bo'lgan tushunarsiz usullar ham o'rtaga chiqqan. Ammo shirkiy usullar olimlar tomonidan qoralanib sehrga hukm qilingan. Bugun biz o'rganadigan usulimiz juda ajoyib bir usulki, sabr bilan oxirigacha tinglasangiz, o'zingiz hayrat bilan guvoh bo'lasiz. Bunda zarracha shariat chegarasidan tashqari chiqish yo'q. Islomning sof aqidasiga zid biror narsa yo'q. Buni biz dalillar bilan isbotlab beramiz inshaalloh taala. Biz har doim aytib kelganimiz kabi yana aytamizki, Qur'oni Karimda shunday sirga ega oyatlar borki, buni bilish uchun ozgina g'ayratli bo'lish va e'tiborli bo'lish kifoya qiladi. Bugungi ajoyib mavzuyimiz ichida ham ana shunday sirli bo'lgan oyatlar orqali bir usul tuzilganki, bunda sehrgar va uning battol ishi fosh bo'ladi. Ammo ma'lum bo'lgan sirni hech kimga aytmay sir saqlab turilsa, sehr ochilib, sehrgarning o'zi kavlagan chohiga tushadi. Jumla shunday boshlanadi. Foidatu robbaniyah qawiyatu li ma'rifati makan as-sihri. Va sehr qiluvchisini bilish uchun rabboniy kuchli bir usul. هذه الفائدة الربانية قوية جدا لمن يريد معرفة مكان السحر وفاعله بإذن الله تعالى حتى يتم استخراجه وإبطاله. Bu rabboniy usul juda quvvatli bo'lib, kimki sehr makoni va ijrochisini Allohning izniyle bilishni istasa va uni chiqarib olib bekor qilishni istasa, marhamat. Muddatul amali bihadha 7 ayyam mutataliyah. Bu amalning muddati 7 kun davomiydir. Yaxshilab tahorat oladi. Albatta amal kech uyqudan oldin qilinadi. 2 rakat nafil namoz o'qiydi. Hojatini Allohdan iltijo qilib so'raydi. Chunki dardni yaratgan Alloh uning shifosini ham yaratib qo'ygani aniq. Uni o'zidan boshqa hech kim bera olmaydi. Bu amalni qiluvchi bu aqidani qalbida mustahkam tutishi lozim bo'ladi. Endi savol tug'iladi. Sehr ko'milgan joy va ijrochini bilishning nima foydasi bor? Sehr shunday narsaki, u ko'milgan joydan chiqarib olinib, ruqiya qilinsa, bir martadayoq botil bo'ladi. Yo'qsa yillab sudralishi ham mumkin. Tarixga nazar solsak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham o'zlariga qilingan sehrni makonini bilgandan so'ng botil qildilar. U bir quduqqa ko'milgani Jabroil alayhissalom tomonidan ma'lum bo'ldi. Bu voqealar bekorga bo'lmadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning har bir hayotiy ishlari ummat uchun bir dars edi, ishora edi. Demak, 2 rakat namozni o'qib, duoni ijtihod bilan qilasiz. So'ng zaytun moyidan bir katta qoshiqda hozir qilasiz. So'ng ozgina miskul asvad deb nomlanuvchi miskdan hozirlaysiz va zaytun moyiga qo'shib qorishtirasiz.
Unga quyidagi oyatlarni 3 martadan o'qib dam solasiz. Sharti shuki, har kecha alohida zaytun va misk tayyorlanadi. Har bir o'qilganda bir marta dam solinadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Albatta sen bundan g'aflatda eding. Bas biz sening pardangni ochdik va bugun ko'zing o'tkirdir. Bismillahir rohmanir rohim. Laqad sadaqallohu rasulahu ru'ya bil haqqi la tadkhulunnal masjidal harama insha'allohu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Batahqiq Allah rasulining tushuni haq ila tasdiqladi. Albatta Masjidul Haromga inshaalloh omonlikda sochlaringiz olingan, qisqartirilgan holda qo'rqmasdan kirasizlar. Bas u siz bilmagan narsani biladi va sizlarga bundan boshqa yaqin fathni qildi. Bismillahir rohmanir rohim. Ma kazabal fuadu ma ra'a. Qalb ko'z ko'rganini yolg'onga imahum va la ta'rifannahum fi lahnil qawli wallohu ya'lamu a'malakum. Agar xohlasak biz ularni senga ko'rsatamiz. Ta'kidki sen ularni siymolaridan taniysan. Albatta sen ularni gap ohanglaridan taniysan. Alloh amallaringizni bilib turur. Oyatlarning ma'nolariga e'tibor qiling. Barchasi ko'rish va bilish haqidadir. Bismillahir rohmanir rohim. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Kufr keltirganlar, ey Rabbimiz, bizni adashtirgan jin va insdan bo'lgan shaxslarni bizga ko'rsatgin. Ularni oyoqlarimiz ostiga olaylik, toki ular eng pastlardan bo'lsinlar dedilar. Bismillahir rohmanir rohim. Va qulil hamdulillahi sayuriikum ayatihi fata'rifunaha va ma robbuka bighafilin amma ta'malun. Sen Allohga hamd bo'lsin. U sizlarga o'z oyat mo'jizalarini ko'rsatur. Siz ularni ko'rib taniysiz deb ayt. Rabbing qilayotgan amallaringizdan g'ofil emasdir. Bismillahir rohmanir rohim. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Gunohkorlarning Rabbilari huzurida boshlarini egib turib, bas bizni ortga qaytar, yaxshi amal qilamiz, albatta biz ishonib yetdik deyishlarini ko'rsang edi. Bismillahir rohmanir rohim. Afalam yaraw ila ma bayna aydihim wa ma khalfahum min as-samaa'i wal ard in nasha nakhsif bihim al-arda aw nusqitu alayhim kisafan min as-samaa'i inna fi dhalika la ayatan likulli 'abdin munib. Axir ular osmon yerdagi oldilaridagi narsalarni, ortlaridagi narsalarni ko'rmaydilarmi? Agar xohlasak ularni yerga yuttirib yuboramiz yoki ustlariga osmondan parchalar tushiramiz. Albatta bunda u zotga qaytuvchi har bir banda uchun oyat belgi bordir. Bismillahir rohmanir rohim. Va qala allazina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'ani wala billazi bayna yadayhi walau tara idhil zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'din القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. Kufr keltirganlar ushbu Qur'onga ham, undan oldingi narsaga ham hech iymon keltirmasmiz dedilar.
agar sen o'sha zolimlarning Robbilari huzurida turg'azib qo'yilganlarida bir-birlariga gap qaytarayotganlarini ko'rsang edi, o'shanda zaif sanaganlar mutakabbirlik qilganlarga siz bo'lmaganingizda albatta biz mu'min bo'lar edik derlar. Bismillahirrohmanirrohim. Fasbir inna va'dallohi haqqo fa imma nuriyannaka ba'dallazi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna yurja'un. Bas sabr qil. Albatta Allohning va'dasi haqdir. Endi biz yoki senga ularga va'da qilgan narsalarimizning ba'zilarini ko'rsaturmiz yoki seni vafot ettirurmiz. Bas bizgagina qaytarilurlar. Bismillahirrohmanirrohim. Laqad ibtaghul fitnata min qabl wa qallabu lakal umura hatta jaa al-haqq wa dhahara amrullahi wa hum karihun. Batahqiq bundan avval ham toki ular yoqtirmasalarda haq kelib Allohning ishi ustun bo'lgunicha fitna qo'zib senga ishlarni ag'dar to'ntar qilishar edi. Bismillahirrohmanirrohim. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Va yana albatta uni ishonch ko'zi bilan ko'rasiz. So'ng salovat aytib tugatasiz. Ushbu moyni butun vujudga surib chiqiladi va tahoratli holatda uyquga ketasiz. Shayton vasvasa qilmasin uchun uxlashdan oldin uyning 4 burchagiga azon, takbir va oyatul kursini beniyati tahsin o'qib dam solib chiqilsa yaxshi bo'ladi. Bu amalni muttasil 7 kecha bajariladi. Allohning izni bilan ushbu oyatlarga bergan ajoyib bir tajalliyot ila sizga qilingan sehr yangi bu Janob Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shunday marhamat qilganlar. Va an Jabir radhiyallohu anhu qala kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuallimuna al-istikharata fil umuri kullaha kas-surati min al-Qur'ani yaqulu idha hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atayn min ghayri al-faridati thumma liyaqul Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khayrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati 'amri aw qala in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati 'amri rawahu al-Bukhari. Jabir radhiyallohu anhu dan u kishi deydilar: bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam barcha ishda istixora ta'limini berardilar. Xuddi Qur'ondan bir sura kabi. U zot der edilar: birortangiz bir ishda taraddudlansangiz 2 rakat nafl namoz o'qisin. So'ng desin: Allohim, men senga va ilmingga istixora qilaman. Qudratingga tayanaman. Ulug' fazlingdan so'rayman. Albatta sen qila olasan, men esa qila olmayman. Sen bila olasan, men esa bila olmayman. Va sen g'ayblarni biluvchisisan. Allohim, agar bu ish menga dinim uchun va tirikchiligim uchun va ishlarimning oqibati uchun xayrli bo'lsa, buni bildir. Yoki aytadi: agar bu ish men uchun, dinim uchun, tirikchiligim uchun va ishlarimning oqibati uchun yomon bo'lsa, uni bildir desin. Imom Buxoriy rivoyati. Bu hadis Imom Navaviyning Riyazus Solihin kitoblarida ham keltirilgan. Demak, istixora qilish Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyurgan ishlardan ekan. Marhamat, sehr ko'milgan yoki tashlangan makonni aniqlab uni botil qiling. O'zingiz boshqa yurtda bo'lsangiz, yaqin kishingiz orqali ko'rsatilgan joyni tekshirib ko'rsangiz ham bo'ladi. Bu oyatlar siralari shuki, vujuddan sehr qilmasalar topilgan sehrni anglatib, sehr ruqyasini 7 kun o'qib, dam solib, tugunlari bo'lsa o'chib yoqib kesib tashlaydi. So'ng oqar suvga tashlab yuboradi. Shunda barcha sabr va ishlar joyiga keladi, inshaalloh. Endi sehr qiluvchining bilishdan maqsad esa bundan hushyor bo'lib turish uchun. Odamlarga esa hech narsa ma'lum bo'lmaydi. Alloh eng to'g'risini biluvchi zotdir.